Assalomu alaykum aziz do'stlar. Mani mashhur qilgan, mani xolis niyatimga yetkazgan tvorojni bugun pishiramiz. Ko'pchilik bilishni xohlayman debdi retseptini. Shunga sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Juda ham og'izda eruvchi, mazali, yumshoq tvorojni chiqadi. Ko'rganingizdek, shederletami yoki margarinni olib qirg'ichdan o'tkazamiz va shunday qilib un bilan birgalikda xamir qilmasdan mana shunday qilib qo'limiz bilan aralashtiramiz va 5 ta tuxumni cho'qib olamiz. 5 ta tuxumning ichiga shakarni solamiz 500 gram. Ikkita shakarni solib olamiz 250 gramdan bakal deydi va aralashtirib qo'yamiz. Yaxshilab aralashtiramiz, shakari erishi kerak. Yaxshilab aralashtirib olganimizdan keyin razliqlichini solamiz ichiga. Razliqlichini solgandan keyin yana bir aralashtirib olamiz. Xamir bo'lib qolmasin, mana shunday tarzda aralashtiramiz. Keyin tuxumning 5 dan 3 qismini ichiga solib qo'limiz bilan yana shunday tarzda aralashtirib olishimiz kerak. Lekin xamir qilib o'rmang. Shunday qo'lingizni barmoqlaringizni arasini ochib asta-asta aralashtirish kerak. Mana shunday ko'rinishda bo'ladi. Va keyin tuxumning qolgan qismiga tvorogni solib olamiz. Razliqlichil solgandan keyin baribir ta'mi bilinib qoladi-ku razliqlichilni. Shunga vanilin solishadi odamlar. O'shaning uchun tabiiy limonni qirg'ichdan o'tkazib pustini solsa ham bo'ladi. Juda ham mazali ta'm beradi. Mana bu xamirni yarmisini tagiga solib oldim va tvorogni o'rtasiga bo'shatib bir xil tarzda vilka bilan to'g'rilab olasiz. Qolgan qismini esa kamroq saqlaysiz ustiga, tagiga ko'proq solishingiz kerak xamirni. Ustiga esa kamroq solasiz va uni duxovkaga tiqib 180 gradusda, hamma o'zini duxovkasiga qarab to'g'rilaydi. 30-40 minutda pishadi. Qarang qanday yumshoq, muloyim, pishni bo'lib pishgan. Juda ham tvorogini xohishingizga ko'ra ko'proq solishingiz ham mumkin.